Salom do'stlar, bizni donatlar bilan qo'llab, videolarimizni tezroq chiqishiga o'z hissangizni qo'shayotganingiz uchun katta rahmat. Biz esa boshladik. Har tong uyg'onganida Sevinch o'zini nogironlar aravachasiga xuddi parkdagi xavfli arg'imchoqda uchishga tayyorlayotgandek mahkam qilib bog'lardi. Chunki agar bitta xato harakat qilinsa, bu shiringina qizimiz qarshisidagi istagan odamni qaziqarta qilib, yeb yuborishi ham hech gap emasdi. Uni olib ketishga kelgan askarlar esa qo'rqqanidan tizzasi qaltirab, bog'ichlarni obdon tekshiradi. Serjant Ramzbek ham haddan ortiq yaqinlashgan askarni "Sal orqaroq turgin uka, uyingda bola-chaqang kutyapti" deb onasidan so'kardi. Bu ba'zida yana Sevinchga o'xshagan 20 ta shovvoz bor edi. Ularning hammasi ikkinchi avlod zombilar edi. Bu bolalar onasining qornidaligidayoq zombi virusini yuqtirib olishgan. Ular ko'rinishidan xuddi reklama roliklaridagi oppoqqina farishta boladek tuyuladi. Lekin odam hidini sezib qolsa, tamom. Ko'zlari ko'sasidan chiqib, o'ljasiga xuddi qoplondek tashlanishga qodir edi. Lekin mahallamiz olimlari uchun bu bolalar insoniyatni qutqaradigan vaksina kaliti va chinakam xazina edi. Qizig'i, ularga alifboni o'rgatib, yaxshi tarbiya berilsa, o'zimizni bolalarga o'xshab mo'min qobil bo'lib qolarkan. Ayniqsa Sevinch guruhda eng a'lochi talaba edi. Uning sevimli ustozi Oyjamol opa ularga maxluq emas, xuddi o'zining jiyanlaridek muomala qilardi. Bir kuni Sevinch yozgan "Mening vatanim" degan insholarni o'qib, Oyjamol opa o'pkasi to'lib, yig'lab yuborardi. Ammo serjant Ramzbek uni sirazu reallikka qaytardi. "Opaxon, xomtama bo'lmang. Odam hidini yo'qotadigan maxsus gel surtmasangiz, bu shirin qizcha bir soniyada sizni norin qilib yeb yuboradi" deb eslatib turardi. Ularning ichida faqat Sevinch o'z nafsini qattiq tiya oladigan biroz andishali zombi edi. Kunlarning birida kutilmagan surpriz bo'ldi. Sevinch uyg'ondi, lekin uni maktabga olib ketgani hech kim kelmadi. Tashqarida esa go'yoki omborga o't ketgandek dod-voy va vahima ovozlari eshitilardi. Keyinroq uni xonasidan olib chiqishganida, qizcha umrida birinchi marta tashqi dunyoni ko'rib, og'zi ochilib qoldi. Butun baza millionlab zombilar tomonidan blok qilingan. Askarlar esa qo'rqqanidan ko'zini yumib o'q uzardi. Baza qo'ldan ketib, qizchaning qarindoshlari ustun kela boshlagandi. Sevinchni esa shoshib laboratoriyaga sudrashdi. Doktor Aynura, "Bu qiz eng a'lochisi, demak shuni ichida nimadir bor" deb darrov unga otni ham yiqitadigan tinchlantiruvchi dori qildi. Sevinch tamom bo'la boshladi. Uni stolga bog'lab, endi ishga kirishmoqchi bo'lishganida, eshikni gurs ettirib tepib, Oyjamol opa kirib keldi. Oyjamol opa "Tegma qizimga" deb operatsiyani to'xtatmoqchi bo'ldi. Ammo doktor Aynura andijoncha qilib, uning yuziga achchiq qalampir gazini pishillatib, sepib yubordi. Ayol yiqildi. Ikki askar esa uni xuddi bozordagi piyoz qopidek sudrab olib chiqib ketdi. Shu payt bazada sirena chalinib, haqiqiy qiyomat boshlandi. Selkerk ismli lallaygan askar orqasidan kelayotgan zombini sezmay qoldi. Lekin doktor Aynura chaqqonlik qilib, devordagi o't o'chirgichni oldi-yu, zombining boshiga gursillatib tushirdi. Xavf bartaraf etilgan bo'lsa-da, Aynuraning qo'li dabdala bo'lgandi. Eng dahshati, boyagi tishlangan Selkerk o'sha joyning o'zida zombi shou ko'rsatishni boshlab yubordi. Laboratoriyadan hamma qochdi. Bechora Sevinch esa stolga bog'langanicha qolib ketdi. Baxtiga o'zi ham zombi jo'ja bo'lgani uchun boshqa mahluqlar unga teginishmadi. Sevinch fursatdan foydalanib, stolda qolib ketgan skalpel bilan bog'ichlarni kesdi-yu, tashqariga otildi. Ko'cha esa haqiqiy dahshat. Zombilar bayram qilmoqda. Tartibsizlik ichida u askarlar sudrab ketayotgan sevimli Oyjamol opasini ko'rib qoldi-yu, miyasiga qon urdi. U askarga g'azab bilan tashlandi va shafqatsizlarcha tishlay boshladi. Hayotida birinchi marta odamni totib ko'rgan zombi qizcha xuddi to'yda ko'p ichib qo'ygan odamlardek mast bo'lib yiqildi. Oyjamol opa o'ziga kelib, hushsiz yotgan Sevinchni bag'riga bosdi va "Bo'ldi, shu yerda kinomiz tamom bo'ldi" deb o'yladi. Lekin shu payt qayerdandir dahshatli tezlikda zirhli mashina kelib qoldi. Oyjamol qizchani quchoqlab, mashinaga sakrab chiqdi. Ular o'lim changalidan arang quturishgan edi. Mashina ichida doktor Aynura va serjant Ramzbek o'tirishgandi. Gallagher ismli qo'rqoq askar darhol "Bu zombi qizchani tezda mashinadan otib yuboringlar, boshimizga balo bo'ladi" deb vahima ko'tardi. Oyjamol esa Sevinchni o'z tanasi bilan to'sib oldi. Aynura ham "Tegma, u endi mening yagona tajriba quyoncham" deb qizni himoya qildi. Noiloj qolgan Ramzbek qizchaning yuziga tishlashga qarshi niqob taqdi va mashina tomiga bog'nab qo'ydi. Ular 100 milya uzoqlikdagi mayoq tomon yo'l olishdi. Biroq
o'rmon o'rtasiga kelganda mashinaning joni uzildi. Endi Marun mayoq tomon peshkom yurishga majbur edilar. Kechga yaqin bir shahar chetiga yetishdi. Serjant Ramsbek durbin bilan qarasa, shahar to'la mudrab yotgan zombilar. Bir zombi ona esa xaloyiq ichidan xuddi kechki sayrga chiqqandek bolalar aravachasini xotirjam surib o'tib ketayotgandi. Doktor Kaldoyle esa qiziqib aravachani oyog'i bilan to'xtatdi. Ichida nimadir qimirlardi. Adyol ostida esa chaqaloq emas, semiz bir kalamush edi. Chiqqan shovqindan haligi zombi ona darrov ularga yopishdi. Baxtiga Ramsbek chaqqonlik qilib uni otib tashladi. Lekin gusillagan ovoz boshqa zombilarni ham uyg'otib yubordi. Guruh jang qilib, zo'r bazor bir vayronaga yashirindi. Bino xavfsizligini tekshirish uchun Ramsbek va Oyjamol opa ichkarini ko'zdan kechirgani ketishdi. Aynura va Sevinch esa joyida qoldi. Sevinch fursatdan foydalanib, doktordan o'tmishi haqida so'radi. Aynura ham hammasini ochiq aytdi. Virus ilk bor tarqalganda homilador ayollar kasallangan. Ammo qorindagi bolalar o'lish o'rniga onasining ichki a'zolarini yeb, tashqariga emaklab chiqishgan. Bu dahshatli bolalarning miyasi virusga moslashib ketgani uchun ular aqlli va hissiyotli bo'lib qolishgan. Aynura agar vaksina yaratilsa, dunyo qutulishini aytdi. Sevinch esa buni eshitib, chuqur o'yga toldi. Ertasi kuni tashqariga chiqishsa, yo'lni minglab zombilar to'sib olgan edi. Endi sekingina o'tib ketishning ilojisi yo'q. Hamma nima qilishni bilmay turganda esa Sevinch, men ularni chalg'itib boshqa yoqqa olib ketaman deb qoldi. Aynura o'zining yagona tajriba quyoni 10 gulidan bir guli ochilmay o'lib ketishidan qo'rqib, bunga qarshi chiqdi. Ammo serjant Ramsbek qizchaning samimiy ko'zlariga qarab, tavakkal qilishga qaror qildi. Sevinch to'g'ri zombi qarindoshlari ichiga kirib bordi. Olomondan o'tib, yo'lda bir adashgan mushukni ko'rib qoldi-yu, zombilik instinkti uyg'onib, uni tutib, o'sha joyning o'zida tushlik qildi. Birinchi marta ozodlikda aylanib yurgan qizchaga hamma narsa qiziq tuyulardi. Sal nariroqdan yana bir shirin go'sht hidi keldi. Lekin bu safar qorni to'q bo'lgani uchun ongi joyida edi. U yerdagi hayvon tanasini oldi-yu, zombilar to'dasi oldiga olib kelib tashladi. Quda tomon go'sht hidini sezib, o'sha tomonga yopirildi. Shunday qilib, aqlli qizcha jamoaning yo'lini dushmanlardan batamom tozalab berdi va hammaning ishonchini qozondi. Endi guruh qayerga borsa, oldinda Sevinch razvedka qilar. U toza degandan keyingina boshqalar ortidan kelar edi. Tez orada ular boshqa bir shaharga yetishdi. Lekin bu yerda birorta ham zombi ko'rinmasdi. Shahar markaziga borishganda esa dahshatdan og'izlari ochilib qoldi. Ulkan bir bino butunlay yam-yashil o'simliklar bilan qoplangan. Pastida esa minglab zombi qoldiqlari uyulib yotardi. Bu o'simliklar zombilarning tanasidan o'sib chiqqandi. Doktor Aynura virus ikkinchi bosqichga o'tganini darhol tushundi. Virus endi faqat odamni tishlash orqali emas, havo orqali ham yuqishga tayyorlanmoqda. Bu o'simliklar mevasi pishib keyin yorilsa, virus havoga tarqaladi va yer yuzida nafas oladigan biror jonzot omon qolmaydi. Doktor tadqiqot uchun o'sha dahshatli mevalardan birini uzib oldi va Sevinchga uning po'stlog'i nihoyatda qattiqligini, uni faqat kuchli yong'in yoki favqulodda haroratgina yorib ocha olishini tushuntirdi. Yo'lda davom etib ular ajoyib bir uyli mashina topib olishdi. Bu shunchaki mashina emas, balki g'ildirakli mobil laboratoriya bo'lib chiqdi. Ichidagi jihozlar xuddi do'kondagidek top-toza edi. Mashina o't olmasa ham, quyosh panellari tufayli elektrdan muammo yo'q edi. Xullas, ajoyib, vaqtinchalik baza topildi. Biroq eng katta muammo oziq-ovqat tugagani edi. Serjant Ramsbek mayoqdagilar bilan bog'lanishga urindi, lekin u tomondan hech kim go'shakni ko'tarmadi. Askar yegulik qidirib ketdi. Shu payt Sevinchning ham nafsi hakalak o'tib, og'ir nafas ola boshladi. Tanasi zombilik yemishini talab qilayotgan edi. U yana nazoratni yo'qotib, jamoaga tashlanmasligi uchun Ramsbek unga mustaqil ravishda ovga chiqishga ruxsat berdi. Sevinch esa tomga chiqib, bir baxtsiz kabutarni tutdi-yu, och ko'zlik bilan paqqos tushirdi. Galahirning esa omadi kelmadi. Yegulik topolmadi. Boz ustiga ortidan kimdir kuzatayotganini sezdi. Shu payt Sevinch ham xavf hidini olib, qandaydir uyga kirdi va u yerda o'zi kabi yovvoyi zombi bolalar to'dasini ko'rib qoldi. Bolalardan biri yetakchisiga kelib pichirladi-yu, hamma tashqariga o'tildi. Sevinch ularni ovga ketishganini anglab, tezda bazaga qaytdi va Ramsbekni ogohlantirdi. Bechora Galahir esa yurib ketayotib, yerda ketma-ket yotgan konserva idishlarni ko'rib qoldi.
Tekin pishloq qayerda bo'lishini unutgan yigit naqsining ortidan quvishda davom etdi. Eshik tirqishi tor bo'lgani uchun ratsiya va og'ir jihozlarni tashqarida qoldirdi va bu eng katta xatosi edi. Chunki u tuzoqqa tushgandi. Ichkarida xursand bo'lgurganida ortidan qo'lida semiz kalamush ushlagan bola va o'nlab zombi churvaqalar chiqib keldi. Gallagher voy deyishga ham ulgurmay, unga xuddi mazzali tarvuzga yopishgandek yopirilib, masalasini hal qilishdi. Sevinchlar yetib kelganda supermarketda faqat chala yeyilgan qoldirlar yotardi. Vaziyat og'irligini sezgan Sevinch qochishni buyurdi, biroq bino allaqachon qurshovda edi. Ramsbek qurolni olib otishga tayyorlandi. Sevinch esa uni to'xtatdi, chunki u o'z qarindoshlarini tarbiyalab qo'ymoqchi edi. Shu payt unga bir zombi qizcha tashlandi. Sevinch uni bir musht bilan nokautga uchratdi. Keyin bu zombilarning yetakchisi to'qmoq ko'targancha unga hujum qildi. Ammo Sevinch harbiy tayyorgarlik ko'rgan emasmi? Barcha zarbalardan osongina qochib to'qmoqni tortib oldi va yetakchini narigi dunyoga ravona qildi. Bu dahshatli razborkadan keyin yovvoyi bolalar tum-taraqay bo'lib tarqalib ketishdi. Sevinch barchani qutqarib mobil laboratoriyaga qaytdi. Ammo eshik lang ochiq edi. Ichkariga kirishlari bilan niqob takkan doktor Aynura ularga qurol o'qtaldi. Ular nima bo'layotganini tushunmasidan Aynura ataylab havoga tarqatgan uxlash gazi tufayli barchasi gup etib yerga yiqildi. Doktor Aynuraning qo'lidagi jarohati u ham zombi virusini yuqtirib olganini ko'rsatardi. Vaqti oz qolganini bilgan shafqatsiz shifokor juda shoshilib vaksina yaratish uchun Sevinchdan jigar kabob qilmoqchi bo'ldi. Ammo ortiga o'girilib qarab qoldi. Sevinch hushidan ketish o'rniga tetik bo'lib qarab turardi. Chunki zombi tanasi insonlar kabi ko'p nafas olishni talab qilmasdi va gaz unga ta'sir qilmagandi. Siri fosh bo'lgan Aynura endi Sevinchga psixologik hujum boshladi. Agar seni kalla po'ycha qilsak, butun dunyoga qahramon bo'lasan. Oyjamol opang ham omon qoladi, deb uni ko'ndirmoqchi bo'ldi. Sevinch bir lahza o'ylanib qoldi-yu, lekin ko'chada sargardon yurgan zombi bolalarni esladi. Ularning nima gunohi bor? Ular ham shunchaki yashashni xohlaydi-ku. Tug'ilganimizdan beri odamlar bizdan faqat qurol sifatida foydalandi. Bu dunyo allaqachon bizniki. Nega biz insonlar uchun o'zimizni qurbon qilishimiz kerak ekan, degan qarorga keldi. Sevinch doktorga ichkarida qolishini aytib, o'zi tashqariga yo'l oldi. Aynura uning niyatini tushunib, ortidan yugurdi. Biroq uzoqqa keta olmay, yovvoyi zombi bolalar qurshovida qoldi va taqdiriga tan berib, ojizona jilmaygancha ko'zlarini yumdi. Sevinch esa o'sha ulkan, zaharli o'simlik yoniga borib, hech ikkilanmay unga gugurt chaqib yubordi. Alanga ko'kka sapchidi. Zombi mevalari birin-ketin gumburlab, portlab, son sanoqsiz viruslarni havoga chiqardi. Endi butun yer yuzi virus ostida qolishi aniq edi. O'rtiga qaytayotgan qizcha yo'lda serjant Ramsbekni uchratdi. U allaqachon zaharli havodan to'yib, nafas olib bo'lgandi. Sevinch yig'lab undan uzr so'radi. Lekin endi kech edi. Ramsbek maxluqqa aylanishni xohlamay, qurolini qizchaga berdi va o'zini tinchitishni o'tinib so'radi. Sevinch ko'z yoshlari bilan uning so'nggi iltimosini bajardi. Oyjamol esa laboratoriyada ko'zlarini ochdi. U endi yer yuzidagi yagona va so'nggi tirik inson edi. Lekin u taslim bo'lmadi. Yana o'z o'qituvchilik vazifasiga qaytdi. Endi u zombi bolalarni bir joyga to'plab, ularga insoniyat tarixidan saboq bera boshladi. Va shunday qilib, sayyorada butunlay yangi va aqlli zombilar sivilizatsiyasi boshlandi.